Mana bu Mercedes-Benz Vito sotuvdiydi, bilasizlar, video trendga chiqib ketgan. Hozir Samarqandlik klientimiz keldi, Olim aka. Turizm bilan shug'ullanar ekan. O'zi 5 ta 6 ta shunaqa mashina Samarqandda bor ekan. Mashinamiz ma'qul keldi, narxiga kelishib, hozir mana notarius o'tkazib, mashinani topshirmoqman. Olim aka, bir ikkita gap bizga gapiring. Mana bizlarga mashina ma'qul bo'ldi, biz ham mashina oldik. Bizlar turizm nimasiga ishlaymiz. Bizlarga ma'qul mashina. Yoshlarga tavsiya beramizki, mehnat qilib olinglar. To'ppa-to'g'ri. Prosta tak emas, hech narsa bo'lmaydi prosta tak. Mehnat qilib, ishlab, keyin bunaqa mashina olsa bo'ladi. Prosta tak emas. Siz bizdan rozimisiz? Rozi albatta. Olingan mana shu puli, narxi sizga to'g'ri keldimi? Chotkimi hammasi? Xohlasangiz sizlarni ham reklama qilib beraman, agar ortiqcha pul bersangiz. Aka rozi bo'lsangiz bo'ldi. Kelinglar, sizlarga ham xalq qilib beramiz, xudo xolasa. Girl, you can jump on Shady's dick straight from the hip, cut to the chase. I tell a motherfucking slut to her face.